Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulmon qo'l ostida ishlaydigan kishiga qanday muomala qilish kerak? Xizmatchi qilgan ishning badali uchun to'liq haq olish kerak emasmi? Qo'l ostimizdagi ishlaydigan kishilarga Allohga bo'lgan qulchiligini ado qilish uchun qanday sharoitlarni hozirlab berishimiz kerak? Xizmatchini kuchi yetmaydigan ishlarga buyurish to'g'rimi? Uning o'lchami nimalardan iborat? Aile a'zolarining qo'l ostida ishlaydigan kishi yoki shogird bilan bo'lgan aloqalarda diqqat qilishi vojib bo'lgan ishlar nimalardan iborat? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dünyanın her qaysi joylaridagi ko'rman qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 14-bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümida qo'l ostimizda ishlaydigan xizmatchiga islomiy axloq bilan muomala qilish to'g'risida to'xtalamiz. Assalamu alaykum va rahmatulloh ustoz Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimiz xizmatchiga islomiy axloq bilan muomala qilish to'g'risida bo'ladi. Bizning bugungi muhojiratdagi hayotimizda ko'p sonli qarindoshlarimizning o'zining ishining o'zi huddisidan chiqib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo kishilik turmushda yanada bir-birimizga ehtiyojimiz tushadi. Bir-birimizga yordamlashish, mayli haqliq bo'lsin yoki haqsiz bo'lsin, ya kunlik bo'lsin yoki oylik bo'lsin, ishlaydigan bir-birimiz bilan ilm birim ish qiladigan ishlar bu davomlashib keladigan hayotningki bir kunlik turmushimiz bo'layotgan ishlarning biri. Mayli shirkat ochgan qarindoshlar bo'lsin, mayli do'kon ochgan qarindoshlar bo'lsin, boshqalarni ishlatadigan bu yerda. Maşu jarayonda bir-birimizga albatta ehtiyojimiz tushadiganligini hammamiz bilamiz. Ko'p sondagi kishilar qo'l ostida ishlagan kishilarga menda ishlaydi-ku bu degan, buningga men haq berman-ku degan asosda muomalada bo'ladi. Ya'ni bundachilik bizga g'oyida yaxshi muomala bo'lmaydigan, bu ishlamchi-ku degan qarashda bo'ladigan bunda ishlar bo'ladi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda deyilip ötken hadiste mi? Enes radıyallahu anh hadiste. Ben Peygamber aleyhisselam'dan yine 10 yıl hizmet kıldım. Birer iş için bana fakat taptan kılmaydı de şunda bayan kıldı. Yani bu hadise biz çıkış kıp durup temir girsek bu Resulullah'ın ki bu ahlakını kandak düşünümüz. Hizmetçiye kanda yaşı muamele kılgan bulumuz. Maşaqtı bir to'xtab o'tgan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala amma ba'du. Endi kishilik turmushda hayotning normal taraqqiyoti uchun har kishi o'zining iqtidoriga yarasha jamiyatdagi ma'lum bir sohada xizmat qiladi. Mayli bir maktabda o'qituvchilik qilsin, bir zavodda ishlasin ya başka organda ishlasin ya bir oshxonada masalan ishlasin, her odam jamiyatda o'ziga loyiq, o'zining iqtidoriga yarasha bir o'rinni topadi. Bu hayotning ehtiyoji chuqur boshda bo'ladi. Bu mayli muhojiratdagi bugungi yashayotgan davlatlarda bo'lsin yoki vatanda bo'lsin yoki bizdan boshqa millatlarda bo'lsin, chuqur hayotda bo'lmaydigan bir ko'rinish. Az ilgari deb o'tilgandek bu jarayonda bir-birlik haqsizliklar bo'ladi, azarlıqlar bo'ladi, zulm qilishlar bo'ladi. Shunga bu temaning muhimligidan bugun biz suhbatga buni ko'tarib chiqdik. Az ilgari o'qilgan hadisda mo Payg'ambar alayhisolamga 10 yil xizmat qilib, Rasulullohning uningga faqat tapadan baxmaganligi, maaşını bunda nemişki bunda qimmidan yoki bunda qilsang bo'lmamdi. Bu bir yüksek namuna xarakterlik bir prinsipni bizga ifodalab turadi. Masalani xulasi shaklda, javhari shaklda o'ziga ham bir oyat bor. Sura Al-Imron'daki 159-oyatida
Fabima rahmatin minallah linta lahum. Xitob payg'ambar alayhisalom qaratilgan odatdagi insonlar emas. Tabiiyki Rasulullahdak dunyoga rahmat payg'ambar qilib avatilgan bir payg'ambarga qarata Alloh subhanahu va taolo da'vatida ey Muhammad, sening qalbingda o'rnashgan shu rahmat tufaylidan sen ularga muloyim bo'lding. Ammo bu yerda bizning diqqat qiladigan bir nuqtamiz bor. Rasulullahning qalbida o'rnashgan bu muhabbatninki nimadan paydo bo'lganligini Alloh oyatda minalloh degan kalimani ifodalaydi. Ya'ni insonning o'zining qarindishiga qarata, ya'ni o'zining qarindishi deganim o'zining qo'l ostida ishlayotgan xizmatchi bo'lsin, bir o'qituvchining maktabdagi o'quvchisi bo'lsin, yoki bir maktab mudirining qo'l ostida ishlayotgan o'qituvchilar bo'lsin, bir oshxona xo'jayinining qo'l ostida ishlayotgan oshxonadagi xizmatchilar bo'lsin, hammasini o'z ichiga oladi bu yerda. Mushularga qarata bir odamning mehribon bo'lmaganligi nimaning ifodasi desa, Alloh bilan bo'lgan aloqasining ifodasi. Şu oyatdagi ifoda nuqtalarga diqqat bilan qarasak, fabima rahmatin minalloh, insonning qalbidagi rahmat, mehr shafqat, boshqalarga kuyinish Allohdan keladi. Ya'ni bir odam o'zining atrofdagilarga biroz qo'polligini his qilsa, o'zining qo'l ostidagilarga nisbatan yurkining qattiqligini his qilib qolsa, muomalasining ig'irligini his qilsa, o'zidan bu odam o'zini tashvish kerak. Mening Alloh bilan bo'lgan aram qanda. Alloh bilan bo'lgan munosabatim qanda. Chunki oyat da'vatidagi rahmat kimdan keladi? Allohdan. Alloh bilan bo'lgan aloqang yaxshi bo'lsa, sening qalbing mehr muhabbat kutishidi. Atrofingdagilarga yaxshi muomala qilsa, natijada nima bo'ladi? Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Agar sen qo'pol Rasululloh da'vatgan xitoba, tabiiyki rahmat payg'ambariga bu qadar xitob qilayotgan bo'lsa, bizning ahvolimiz necha ekan degani. Agar sen qo'pol masalan, bag'ri tosh bo'lib qolsang, atrofingdan tarqilib ketadi da'vatdi. Ko'rimiz, anglayotimiz nurg'un ishchilar, zavod ishchilari ishning qattiqligidan, odimiylikdan chiqib ketgan tufaylidan o'zini o'ltirib olgan ahvollar bor. Bir ishchi o'zining bir turmushini qamdayman deb kirgan ishchi, o'zining ehtiyojini qamdayman deb kirgan ishchi, ishining qattiqligidan chidamay o'zini qanday qiladi? O'ldirib oldi. Amaliyotda bir ishchininki bir odamning qo'l ostida ishlayman deb kelishi, u ishchi bilan u xo'jayinning o'tirida odimiylikda farq qilganlik emas. Hayatning qonuniyati, Allohning hikmati o'xshash inson sen ish qiling, ammo birisini qana qildi? Xo'jayin qildi, birini qana qildi? Xizmatchi qildi. Xo'jayinning kallasida mush nuqta aniq bo'lishi kerak. Allohning nazarida men xo'jayin bilan qo'l ostida ishlayotgan xizmatchining martabasi nima? O'xshash. Hech farq yo'q. Bu nuqtani tushunish kerak bu yerda. Masalan, oila xizmatchilari deyli, bularning yemek-içmeklerini mesela üzdün farqlantirish xo'jayinlar. Bir zavodning xizmatchilari deyli yoki bir shirkat ishlayotganlar deyli, bularga taqatidan yuqori darajada xizmatni yuklash, andan bularga keraklik bunda insonga lozimlik, normal hayotga lozimlik sharoitni qanday qilib bermaslik, hozirlab bermaslik. Masalan, o'z issiqda, ishchilarida, sovuqda, masalan inson chidab oladi. Agar umumiy sharoit shu bo'lib qolsa amal yo'q. Ammo hazırlıqlı bulunduğun şərait batırıb, imkaniyat batırıb hazırlamaslık. Məsələn, onların yemək içməkə deyili, durduğun, oturduğun, qopuduğun şəraitləri. Bunu hazırlamaslıqdan özü insanın qalbidəki qatlıqlığının ifadəsi. İnsanın qalbi qatlıq oldu deyin gəp, şu insanın Allah ilə bo'lgan aloqasının oldu deyin gəp, üzüldü deyin. Çünki Allah ilə aloqası bağlanğan adam hər gün bo'lmaydı. Qattiq olmaydı qalbi, bag'ri tash olmaydi. Cho'qim undan har ishlardan mehribonlik qana. O inson Allohning rahmatidan nasibasini olmagan inson. Shuni boshqalarga berolmaydi demakchi. Boshqalarga berolmaydi. Chunki Allohning og'a nasibasi yo'q, boshqalarga berolmaydi. Amaliyotda hayotimizning bu vaqtlarigacha nurg'un ishlarni boshdan o'tkazdik. Xo'jayinlarningki yoki ish ustidagilarningki mehribonlikka xizmatchilarga
Xo'sh. Kuyinishi pek cho'ng natijalarni yaratadi. Favqulodda cho'ng natijalarni. Agar xizmatchi o'zining odamiyligini, g'ururini, sharafini his qilsa, uningdan ko'riladigan natijaning haddi hisobi bo'lmaydi. Alloh rozi bo'lsin. Endi yuqorida biz xizmatchiga yaxshi muomala qilish to'g'risida bir tushunchaga ega bo'lgan bo'ldik. Hamda xizmatchininki, ya'ni xo'jayinninki ishlatgan kishininki haqqini vaqtida berish to'g'risida bir necha hadislar bayon qilinliq. Vaqtida bir necha hadisda bir to'xtalib o'tgan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis: "Salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamati wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yawmal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadar wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanuhu wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yuqihi ajrah wa lam yufihi ajrah." Payg'ambar alayhisolamning bu hadisi hadis qudsi. Yani Allah subhanahu wa ta'aladan rivoyat qilgan hadis. Yani bu hadisda xizmatchilarning ish haqqini bermay yavalganlar yoki ularni kechiktirganlarning qiyomat da'vogar bo'lganligini bayon qilgan hadis ekan bu. Yani buningda qiyomat kuni hadisning umum mazmuni Allah subhanahu wa ta'ala shuna deydi ekan. Qiyomat kuni men 3 turlik odamni da'vogar bo'laman. Birinchi, menga va'da berib va'dasiga turmagan odam bilan da'volashiman. Ikkinchi, ozod bir insonni qul o'rnida sitib olib, pulni xajlab olgan odamninki qarshisiga men chiqaman. Uningki da'vogar bo'laman. Uchinchi, xizmatchini ishiltib, ishini bitirib bo'lib, ishini hal qilib bo'lib. Masalan, misol olsak, bir tozalik ishchisini bir kun kechgacha uyini tozalag'ini soldik. 100 lira deyishgan bo'lsak, 50 lira berib yo'l hisob qo'ydik, aytib beraydi. İşini bitirib bo'lib, uning ish haqqini bermagan odamga qarshi xizmatchininki men da'vogar bo'laman deb Buxoriyda rivoyat qilingan hadis. Bu qadar Allah subhanahu wa ta'ala bu yuqoridagi 3 nuqtani hadis qudusida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tili bilan o'tirib qo'yaqliq. Yana bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishchilarning ajrini ularning terlari qurib bo'lishdan ilgari berishga targ'ib qilgan bir hadisim bor. Endi mana hadislar chiqishiga asosda xizmatchining ish haqqini berish, vaqtida berish xizmatchininki buningki naqadar muhimligini ko'rib olsak, ayni vaqtda xizmatchilarningki ish haqqini bermaslik yoki oz berish yoki kechiktirib berish qatorliq ishlarni qanday qilganda yuqorqi hadisning ruhiga tatbiqlig'i bo'ladi. Endi hadisda diqqatni tortadigan bir nuqta bor. Hadis 3 turlik odam haqida kelgan. Temaga munosabatlik tarafi bir kishini ishlatib, uning ishini to'liq qildirib, qiladigan ishni, ammo bir tegishlik haqqini to'liq bermaslik. Hadisda diqqatni tortadigan nuqta shuki, bu xil da'voning da'vogiri kim o? Allah. Da'vogir Allah bo'lib qoldi. Sizning holing nima endi? Tuguding degan gap yani. Bu qiyomatdagi masala bundan ortiq bo'lmas. Bundan ortiq hech bo'lmaydi masalanki. Qiyomatda sizning oldinga kim chiqadi? Allah chiqadi. Tugudi ishon. O qiyomatdagi ahvol shu. Ham dunyodagi ahvolni desak, bir o'lcham bo'ladi ishninki. Masalan, kunlik 8 soat ishlaydi bir qoida bor. Qanday yana bir emgak qoidasi bor. Va uning belgilangan bir ish haqqi bor. Sen xizmatchiga ish haqqini bu bana sabablarni ko'rsatib bermading yoki ozlatding. O xizmatchi agar eng insofli xizmatchi bo'lib qolsa, faqat sening haqqingni yig'olmaslik uchun belgilangan vaqtda sen degan doiradan eshib ketmay ish qiladi. İş adamları biladi, bir ticaret yoki zavod korxona her bir ishchi xizmatchi o'zining oilasida ko'misa,
o'zining ishida ko'msa taraqqiy qilmaydiganligi, rivojlanmaydiganligi, unda zavoddan chiqqan mahsulotning sifatiga kafolatlik qilinmaydiganligi, unda oshxona yoki boshqa mulozimat o'rinlaridagi natijaning yaxshi bo'lmaydiganligi hammaga aniq. Ammo aks taqdirda sen xizmatchiga maoshini to'liq berding. İmkoniyat yar bergan miqdorida maoshidan oshirib masalan mukofotlading uni. Rag'batlantirding. Yana xizmatchiga shuna tuyg'uni berding. Bu korxona yoki bu o'rin yoki bu xizmat qilayotgan joy sening. Yalnız mening emas, hammalarning. Sen ishlayotmaysa, amaliyotda mening shirikimsan, masalan. O'zingga loyiq olsa, bu yerdagi ishlab chiqarish foyda ko'paysa, sangmi ko'payadi. Mağamı köpüyordu. Degan bir tuyg'uni biralganingda xizmatchi 8 soat ishlamaydi bu yerda. Balkim o'zining 24 soat holatini sizning shu uchun bilishi mumkin. Unda deganimiz kecha-kunduz ketmay ishlamaydi demakchi emas. Ammo shu xizmatchininki 24 soat holatidagi o'y-xayoli o'ylaydigini xizmat bo'ladi. O'yda o'ttasimi ideyajatni xizmatiga tayyorlik qiladi. Xizmati uchun davomli bir xil intilib turadigan bo'ladi. Kasb baldir keladi, qaysi kechikib qaytadi. Ishlayotgan vaqtdagi uning qizg'inligi xuddi o'zining ishini qilgandek bir holat keladi. Agar shunday holatga keltirilgan vaqtida A o'rinninki foydasi haddi hisoblab qo'yilmaydi. Buni atrofdagi ish odamlarining hammasi tushunadi. Yoki atrofga nazar tashlasak, Allohga ya'ni bir ishlayotman-ku degan xiyoldan attigini ishlayotgan o'rnining ishkidan kirgucha xiyoli boshqa va chiqqandan keyin xiyoli boshqa. Faqat shu bir ishlayotman-ku degan bir rasmiyat yuzidan 8 soatlik shu yerga kelib, belgilangan ishni qo'lning ushida qilib qo'yib ketgan odam bilan bu ya mening yerim. Bu ya foyda ko'rsa, men foyda ko'raman. Chunki bizning xo'jayin bizni o'zidek ko'radi. Yarışa şekilde payda köpeyse bizge mi köpeydidu. Deydiğen bir tuğu kelgen vaqtini oturdu asman zimin farkı var. Bu dünyada körülüdü qallan demesi neticesi. Veyran boğan nurgun şirketlerini görürüz, nurgun ticaret orullarını görürüz ve terakki qilib gülünüp ketken nurgun orullarını görürüz. Hemmisi işçi hizmetçilerge qarta qilgan muamelesiga qarta körüldüğen netice. Şu başka kıyametteki bunun cezası pek eğer tasvirlik olmaydi. Çünkü senin davagirin kim çıkıdı oldunga? Allah çıkıdı. Böyle tügür senin işin. Hem dünyadaki iş mi? Sen iflas olursa şu. Yani tügür senin anmakçı olan helaki hizmetçinin kıskan, helaki pullurun hava uçudu. Veyran buldu şirketten. Ya ki ticaret orunun. Terakki kılmaydı. Şu bu noktalarını hizmetçi işletip atqanlar, adam işletip atqanlar asla esinden çıkamazdık. Yani dünya ve ahirette Allah bizden nimin talep qilgan bolsa, şeriat bizden nimin talep qilgan bolsa, her özü üçün talep qilmaydi. Allah'a bütün dünya ehli itaat qilib kelsa bir sinirlik payda solmaydi bir tiyillik. Bütün dünya ehli asilik qilib kelsa bir tiyillik nima solmaydi? Payda solmaydi. Cenab-ı Allah'ın şan şevkiti. Hiç qilib ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat uni qil, buni qilma, oson qoida, mav'aning haqida bir liniyalarni yo'lni sizib berishi bizning manfaatimiz uchun qarindoshlar. Qur'onda mana bir ifoda diqqatim tortdi mening. Allah bizni bir ishlarga burib bo'lgan degan Qur'onda ko'pincha o'rinlarda ulaika humul muflihun deb muflihun iboratini ishlatadi-ku. Muflihun iborati nima degan gap? Nima deb tarjima qilamiz biz? Nijot topquchi deymiz. Ammo biz buni nijot topquchi desak, biz Uyg'urcha tushunish qulay uchun shuna deymiz. So'zning aslini surishtirib bo'lsak, aflaha degan arab tilidagi falaha, fallah so'zidan kelib chiqqan. Allah subhanahu va taala mu'minning dunyoda qilgan butun ishlarini bir dehqonningki teriqchilik qilib eng oxirida kuz faslida hosil olgandagi xushallik holati bilan tasvirlab turib ifodalaydi. Bir dehqon 1 yil ter to'kib jafo tortadi, hosil olgan vaqtdagi xushalligi tasvirlagisiz bo'ldi ya. Jafanını unutilur. Unutildirdi meni. Mu'min dal nima ish qilsa dehqonga o'xshash o'zi uchun qiladi. Uning bir hosil oladigan kunisi keladi. O'zining mukofotini oladigan kunisi keladi. Shu vaqtda biladiki mu'min, Alloh buyurgan har ish asli men uchun ekan. Mening foydamga ekan deb biladi. Shunga biz deymiz, bu xizmatchilarga qarata
mas'uliyatini asıltadigan ta'limotlar, buyruqlar. Xo'jayinlarga qarata bularning mas'uliyatini asıltadigan ta'limotlarning hammasi shu xizmatchining o'ziga foydali, shu xo'jayinning o'ziga foydali ishlar. Oqibatda mayli oxiratda bo'lsin yoki dunyoda bo'lsin, foydasi kimga? O'ziga. Allah razı olsun. O zaman insan nima uchun xizmatchisiga yoki qo'lasida ishlaydigan kishiga shafqat va mehribonlik bilan muomala qilish kerak degan savolninki ma'lum bo'limiga men savol so'rashdan ilgari javob bergan bo'lla. Yana bu savolninki yana kam yeri bo'lsa buni nima qilsak to'liqlab tushuncha berilsa va shuning bilan birga qo'l ostidagi xizmatchiga qattiq qo'llik qilgan kishiga Alloh taolo qanday muomala bo'ladi endi? Ama bu amaliyotda masala xizmatchilar masalasi emas. Bugun biz suhbat deymiz shu bo'lib qolg'achqa asosli gapni shu atrofda qilyapmiz. Amaliyotda boshqalarga go'zal muomala qilish, yaxshi muomala qilish dinning javhariy qismi. Bir hadis var. İmam Muslim Abi Mas'ud'dan rivoyat qilgan hadis. Abu Mas'ud manda deydi shu hadisda. Men bir kuni qamchi bilan bir xizmatkarimni urib o'tatdim deydi. Kendimden tuyuqsiz bir ovozni oldim. Oy, Abu Mas'ud, sen bilgin degandek mazmunda. Toza achchiqim kelib turgan bo'lg'achqa tam maqsadni to'liq tushunmadim. Qarasam, Rasululloh menga yaqinlab qoldi. Rasululloh Abu Mas'ud deb menga xitob qildi deydi. Men qarab, qamchini qo'limdan tashladim. Rasululloh shu vaqt dediki, Abu Mas'ud, sen bilgin deydi. Esingda bo'lsin, sening bu xizmatkorga üzerine küçüm yetidi deb o'ylaysa, Allohning sana kuchi bekitdi deydi. Yani demakchi nima? Bu xizmatchini xizmat qilib bergani kim o? Alloh. Sen agar buni qadrlamasang, Alloh seni qanday jazolay oladi? Shuning bilan men bu gapning ta'sirida ya Rasululloh Alloh rizoligi uchun ozod qilyaptim bu qulni deydi xizmatchi. Subhanalloh. Rasululloh deydi shu vaqtda agar mashta qilmagan bo'lsang, mush sabablik dozaq kiritding deganmi? Bu bundan cho'ng tahdid olmaydi yani. Xizmatchilarga qarata. Yani qo'l ostidagi kishilarga yaxshi muomala qilish orqali Allohning rahmatiga erdigan, agar uningga yomon muomala qilish orqali Alloh subhanahu va taoloning jazosiga uchraydigan. Jazosi qiyomatdagi jazo bu. Az ilgari hadis o'qidik. Uni da'vogir kim o? Allah. Tugidi. Hozir o'qiyotgan hadisimizdami bu odamning jazosi nima deydi? Dozaq deydi yani. Bundan cho'ng jazo olmaydi qiyomatda. Dunyolik nurg'un ahamiyatini deb o'tdik masalan. Xizmatkor va boshqalarga yaxshi muomala qilgandan. Yana bir misol bor. Umar radhiyallohu anhuning bir voqealigi bu. Umar radhiyallohu anhu bir podachidan birini sinamoqchi bo'lib dediki, "Ma qo'yni menga sotib bergin, pulisini xaylab olsa." Halaqi xizmatchi podachi endi qo'y meni emas dedi. İkisiga o'ldi deb qo'y, yo bo'riyib ketdi deb qo'y. Podach deydi. Allah bilan qasamki men bugun pulga bek ehtiyojliq. İkisiga o'ldi yoki bo'riyib ketdi desam tamamen ishini o'di. Ammo men bu haqda men ishlayapman emasmi? Men rostchil omonatdirman. Allah nerede qoladi agar men unda qilsam? Men Allah ko'rib turadigan bo'lsa degandan keyin Umar radhiyallohu anhuning bir ta'sirlangan bir. Yani demak nima desa, sen xizmatchingga vafodor bo'ldingmi? Xizmatchingga mehribon bo'ldingmi? Xizmatchi sana bu qadar omonatdor bo'ladi. Sen bo'lmasang, o'zingkidek muomala qiladi. Har narsa foydasi, minasning foydasi sana qoydi degan gap. Yani bunun hammasi nima desa, shu xo'jayinlarningki xizmatchiga qilgan muomalasidan kelib chiqadimiz, chunki aciz inson ya hammaylanga yaxshi gap ta'sir qiladi, yomon gapmi ta'sir qiladi. Yaxshilik bizni texmo yaxshilikqa olsa, yomonlik texmo ne yapadi? Yomonlashtiradi bizni. Uyimizda ishlatayotgan, shirkatlarimizda ishlatayotgan, zavodlarimizda ishlatayotgan la agar bizdan kuyimchanlik az ilgari deganimizdek tuyg'usini his qila olsa va bu o'rinni o'zininkidek bir holat kelsa, bo'ldi, uning sadoqatidan gap qilmasak bo'ladi. O vaqtda har narsa sen o'ylig'ingdanmi asli planlab manchilda manchlik foyda qozonamiz, manchilda manchlik foyda ko'rilamiz degandanmi necha hassa qanaqib ketishi mumkin? Eshib ketishi mumkin. Hammasi sening xizmatchiga qiladigan muomalangga qarata bo'ladigan ahvollar. Ba'zi xizmatchilar masalan yoki do'konda ishlaydiganlar bo'lsin, yoki shirkatlarda ishlaydiganlar bo'lsin, namoz o'qimasligi mumkin.
yoki bir din bilan bir ishi yo'q bir shaxs bo'lishi mumkin. Shunday holatda ish sahibi bo'lgan xo'jayin ya'ni diniy vajibiy tarafdan qaragan vaqtimizda Allohning diniga chaqirish yoki shu shaxsni diniy tarafga yetaklash majburiyati bo'lamdi. Tabii deb o'tganimizdek "Valtakum minkum ummatun yad'una ilal xayr va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna anil munkar." Bu ummati Muhammadiyaninki bir xarakteri bu. Ummati Muhammadiyadagi har odam, har shaxs bu dinning bir kadrosi. Bu din uchun o'zini bir xizmatchi deb qarasa bo'ladi. Ammo shu nuqtadan men bir ish xo'jayini qo'l ostimda kishilar ishlaydi, bir muncha ishchilar. Mushu ishchilarningki diniy ahvoli, uni dunyoviy moddiy huquq majburiyatlariga mas'uliyatimda bor. Diniy ahvolimi mening nimamda, mas'uliyatimda. Endi diniy mas'uliyatimda bo'lgan ekan, ularni go'zal yo'lga boshlash uchun qanday qilish kerak? Qur'on bu haqda bizga manda bir yo'l o'rgatadi. Sura Fussilat'ninki 33-oyatida "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Yani bir ayet Sura Yusuf'ninki 108-oyatida "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira." İkili ayet bizga boshqalarni diniy jihatda yetaklashninki amaliyat orqali bo'lganligi, go'zalcha bo'lganligi, hikmatlan bo'lganligi, majburlashlan emas, boshqalarga qo'pol tegishlan emas, boshqalarni suyundirib bo'ladiganligi haqida so'zlayotdi. Amaliyatda qarasak, la ikraha fid-din. Bu oyat hammalar bilamiz, dinda majburlash yo'q. So'ramoqchidim hozir masalan. La ikraha fid-din. Dinda majburlash yo'q hech kimni. Alloh agar hammani mu'min qilib yaratishda o'rib qolgan bo'lsa, insondan boshqa maxluqqa o'xshash, insondan shu paytda Alloh itoat qilgan asli qilmadi, yaratdi. Ammo Alloh bandalarning o'ziga sava yana suyib turib bunda vujudidan chiqarib turib oldiga kelishni xohlaydi. Bu nuqtadan xo'jayinlar atrofidagilarni, qo'l ostidagilarni bu dinga chaqirmoqchi bo'lsa qanday qilish kerak? Eng avval o'zini so'ydirish kerak. Ularga mirishapqa biralish kerak. Ular bu xo'jayinni yaxshi ko'rish kerak va bu xo'jayinning bu qadar yaxshiligiga ibogan narsa ustida izlanadigan bir holatga kelish kerak. Savol paydo bo'lishi kerak. Savol paydo bo'lishi kerak. Bu insonni men bu qadar yaxshilik qilib, men buni 8 soat ishlayapman. Bu men oshirib beryapti. Kuyunyapti. Ba'zi tuyuqsiz og'rib qolsam ruxsat berdi, ammo maoshimni qanaqami deya tutmadi. Ba'zi oilamda tuyuqsiz o'zim ko'taramagudek, oylik maoshimdan chiqaramagudek bir qiyinchilik favqulodda bo'lib qoldi deydi, davom bo'lmaydi-da. Bu vaqtlarda uning maoshiga qarab o'tmay, u qiyinchiliklarni qanday qildi? Bu qanday inson zoti bu? Bu men orqali pul topmoqchimi, yoki nima ish qilmoqchi? Nima buni bu holatga kelgan deydigan bir savol paydo bo'lganida, undan keyin buning dinini yaxshi ko'radi, buning Robbini yaxshi ko'radi, bu e'tiqod qilgan yo'lni shu vaqtda yaxshi ko'radi, o'zi suyib turib bu yo'lga kiradi. Buning ajri nihoyat katta bo'ladi. Dinning boshqalarni yetaklash, hidoyatga chaqirish, to'g'ri yo'l chaqlash shakli bu bo'ladi amaliyotda. Shuna qo'l ostida odam ishlatayotganlar mushu nuqtaga diqqat qilish kerak. Har qancha bir ishlarni qilib kelgan bo'lsa-mu, o'zi bir musulmon bo'lish salohiyati bilan, o'zi vakillik qilayotgan bir dinga boshqalarni yomon ko'rib qolmaslik uchun o'zining ba'zi ishlaridan voz kechish kerak, ba'zi ishlarni qilish kerak. Xizmatchiga mas'uliyat yuklash to'g'risida bir dinimizda belgilim bormi? Masalan, o'zining taqat etmaydigan ishni yüklash bormi? Masalan, Payg'ambar alayhisolamning bir hadisi yetarlik bu haqda muttafaqun alayhiz. Rasululloh hadisni mana shaklda ifodalaydi. İhvanukum va havalukum. Ya'ni xizmatchilarni xizmatchi atalg'usidan boshqa qarindoshlaringlar atalg'usini ishlatadi Rasululloh. Xizmatchi atalg'usidan boshqa qarindoshlaringlar deb bo'lib, bu yerdagi masala sizning aqlli qo'yib qolganliginglar, yana bir narsa emas, uning xo'jayini qilishinglar. Faqat Alloh sizning ustida, uning ostida qildi. Uni sizlarga ishlatkizdi. Ana o'ngin bunday ahvol bo'lgan vaqtda cho'qim yemak-ichmakda barobar bir shaklda muomala qilsin, kiyim-kechakda barobar shaklda muomala qilsin.
ular kuchi yetmaydigan ishlar ularni taklif qilmasin, ishlarni belli qil. Yordam bersin da'vatidir. Balkim bunda desam qo'shilmaslik mumkin qarindoshlar, balkim nurg'un kishilarning kallasini o'tmaslik mumkin, ammo biz bir xizmatchimizga muomala qilishda o'zimizning o'g'limiz yoki qizimizga muomala qilgandek. Yana nima degan gap anda desa, masalan deylik mening bir shirkatim bor. Men bir xizmatchi bilan qilib ishlayapti. Va o'g'lim ishlayapti shu shirkatda. Masalan deylik, shu shirkatdan o'g'limga qanchalik vazifa yuklagan bo'lsam, mening o'g'lim bir ota-bolalik, meni muhabbat va shirkatda ishlagandan keyin bir xizmatchining bir vazifasi bo'ladi. Shu nuqtada qanchalik uningga vazifa yuklayolgan bo'lsam, bunga shunchalik yuklashim kerak. Bu o'g'lim bo'lganlik uchun boshqa u xizmat unday bo'lmaydi. Ya'ni bir odam o'zining xizmatchisiga, atrofidagi kishilarga, o'zining bolasiga, o'zining qiziga muomala qilgandek muomala qilolmasa, bu yerda bir adolatsizlik kelib chiqadi va dinning xizmatchilarga muomala qilish o'lchimiga qanday qilmagan bo'ladi, to'shmagan bo'ladi. Masalan, shu o'zining bolasini bir ishni qilganda bir narsa, masalan, bir narsa to'shiymiz deylik. O'zining bolasiga bir tag'ani assa, boshqalarga ko'tirdi ya deb 2-3 tag'ani otibdigan masalan. O'xshash ishda uning boshqacha, buning boshqa muomala qildigan. Bu asla islom talibi bo'yicha to'g'ri muomala qilish shakli emas. Yani demek xizmatchiga ish topshirishga o'lcham sizning o'zining o'g'ling yoki qizing bo'lsin. Yani shularga yuklanmagan mas'uliyatni ular yuklasang bo'lmaydi. Ular yuklasang masalan, bo'lmaydi. bir vazifa bor, o'g'ling yuklayolsa. Chunki shu vazifaning xarakteri shu. Tamam, boshqalar yuklasang bo'ladi. O'g'lim olganlik uchun bu ishni qilishga chidolmaysa, ya'ni qilolmaydi yoki eg'ri keladi, japada tutib qoladi. Tamam, o'xshash. Mushta muomala qilishing kerak. Ya'ni biz ikki o'lcham qo'llansak bo'lmaydi u yerda. Allah razı olsun. Suhbatimizdan bu oxirgi nuqtaga kelib qolgan turdik. Endi ba'zi oilalarda bola boqquchi yoki uy xizmatchisi, tozalik qiluvchi nom bilan ayollar ishlaydi hamda. Hatto mana shu siz biz yashayotgan muhojiratlik hayotimizdami? Masalan, ancha-muncha to'rlarda, guruhlarda, masalan, ba'zi guruhlarda anglab qolamiz, masalan, bola boqquchilar istaymiz, to'g'ri ayol boqadiganlarni istaymiz deganga o'xshagan. Bu o'ydamda er va yoki balog'atga yetgan o'g'illar bo'ladi hamda. Ular bilan o'ltirib qopsiz ishlarda ba'zi ishlarga diqqat qilinmaydigan ishlar mavjud. Bu to'g'rida ozroq bir tushuncha berilgan bo'lsa. Endi xizmatchi insonga eng yaqin kishi hisoblanadi. Mayli u zavod, shirkat, oila farq etmas, uning farqi yo'q. Ba'zi oilaga shofir solamiz, masalan, ba'zi yakisining xizmat bir shirkatning xo'jayinligi sifatida bir shofir bo'ladi. Yoki ishxonada ishlaydigan bir katib bo'ladi, masalan. Mushu munosabat bilan insonga yaqin bo'ladi endi. Bara-bara asta-asta balkim qachon ishlaydigan katib saningda ko'rinib qolishi mumkin, yoki shuna da'vo qilishi mumkin. Shofirni o'z odamgo deb, masalan, ayoling yoki qizlaring bilan bir avvalda ish qilishi mumkin. Ya'ni bu yerdagi aralashishninki bak yaqin bo'lib ketishi yoki shu odamga favqulodda ishonch qilib ketish bexudlashtirib qo'yishi mumkin. Yani shuni asdan chiqarmaslik kerakki, shariatning mahramiyat bir had hududi bor. Bir o'lchimi bor. Ayol bolalarimizningki normal aralasha oladigan bir doira bor. Shu doiraga mayli ishlayotganlar bo'lsin yoki ishlatayotganlar bo'lsin diqqat qilish kerak. Bo'lmasa biz iznib baqsaq bo'ladi, qarab baqsaq bo'ladi. Mushu oiladagi xizmatchilar yoki shirkat yoki boshqa o'rinlardagi xizmatchilarningki ayol orliq saqlamaganligi, shariat had hududiga rioya qilmaganligi uchun keyindan chiqayotgan salbiy oqibatlar nurg'un qanaq desak, rasvochiliklar, ba'zi ig'izga olmaydigan ishlarning yuz berib qolish ahvollarining hammasi dastlabda Allohningki bu nuqtada belgilagan had hududiga rioya qilinmaganlikdan bo'lgan. Shuna shu mayli ishliguvchi qarindoshlarimiz bo'lsin, ishlatuvchi qarindoshlarimiz bo'lsin, mush nuqtaki had hududga alohida qana qilish kerak, diqqat qilish kerak. Allah razı olsun. Endi oxirida bir azg'an bir so'z olsak, mana shu dunyoninki har qaysi taraflarda shirkat qurgan va
adam ishlatib atgan, do'kon ochgan va kasb ahli bo'lgan o'zimizningki Turkiyaning sirtida masalan Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, O'rta Osiyo taraflarida bo'lsin, muhojirlik yashayotgan Uyg'urlarning ichida shu turdagi qarindoshlarimiz intayin ko'p, ya'ni xili ig'ir salmoqni egallaydi. Endi bularga bir ikki qiz ama şahta bir tushuncha yoki tavsiya insonga deydiganimiz inson hayotda ishlaydi. Ya kichik ishlarni qiladi, ya cho'ng ishlarni qiladi. Qanday bo'lsa ishlaydi. Bu cho'ng masala emas, ammo ishlaydi. İşlagan vaqtda ishlaguvchi, ishlatuvchi bir holat shakllanadi. Ishlaguvchigimi bizning asosiy suhbatning xarakteri shu. Bir mas'uliyat, bir majburiyat ve bunun haq huquqi bekitiladi. İşletkichining bir mas'uliyat, majburiyat ve haq huquqi yüklenadi. Bence her taraf bununla alohida qana qilish kerak, diqqat qilish kerak. Yani misallan aytsak, ko'pincha qarindoshlarimiz diqqat qilmaydi. Ba'zilar ishlaydi, ishlaydigan vaqt soati aniq belgilangan. Aladigan maaş var şunun qarata, ama şu iş vaqtida xo'jayin ba holatlan yo'q holat biraz farqlanadi. Bo'lsa boshqa, yo'q bo'lsa boshqa. Qarindoshlarga deydim-ki, Allohdan qo'rqish kerak qarindosh. Bu bizning tavsiyamiz shu. Men ishlovchi qarindoshlarimiz, yoki ishlatuvchi qarindoshlarimiz bu nuqtada kimdan qo'rqish kerak? Alloh. Aslida bo'lsin-ki, u ishlayotmaydi. O bir ibodat qilyapti amaliyotda. Agar shu qilayotgan ishida oladigan ish haqqiga yarasha ishlayamasa yoki xo'jayin bo'lgan kishi ishlagan xizmatchisining ishlig'iga yarasha uning haqqini to'liq bermasa, bu buningda ajoyib katta jinoyat o'tkazgan bo'ladi. Bu bir nuqta. Yani her adam o'zining ishig'ini bo'lishi kerak, sadoqatmanlik bilan ishlash kerak, sodiq bo'lish kerak. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiyamiz eng muhim nuqta shu bo'libmi biz bugungi kunda qarindoshlarımızın ko'pinchisi ishlashga majbur qiladi. Ham ishlash kerak. Ishlash jarayonida shu milliy, diniy qimmat qarashlarimiz biroz nimboz, yani amal qilinsa. Masalan, az ilgari deb o'tdik. Dinning bir o'lchami bo'ladi. Ayollarning arilish masalasida erlar qila oladigan ishlar, ayollar qila oladigan ishlar, ayollarga mos kelmaydigan ayollarningki izzatiga, sharafiga, nozukligiga mos kelmaydigan ishlar va mush nuqtalarda qarindoshlarimiz alohida diqqat qilsa degan tavsiyamiz var. Allah razı olsun. Biz bugungi suhbatimizda 5 muhim nuqtani yoritib o'tgan bo'ldik. Bunun birincisi xizmatchiga yaxshi muomala qilish, ikkinchisi xizmatchining ish haqqini vaqtida berish, uchinchisi xizmatchiga shafqatlik va mehribon bo'lish. To'rtinchisi xizmatchini Alloh tarafga yetaklash, ya'ni qo'lasizlik ishlarga ibodat qilishiga o'xshagan ishlarga sharoit hozirlab berish. Agar din bilan ishi yo'q, namoz o'qimaydigan bunday kishilar bo'lsa, o'zi ulgu bo'lib, amaliyati bilan ulgu bo'lish, yetaklash. Beşinci xizmatchini kuchi yetmaydigan ishlarga majbur bo'lmaslik degan nuqtada yoritib o'tgan bo'ldik nuqtalarni. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, shuning bilan bugungi suhbatimiz, ya'ni huquq va majburiyat nomli suhbatimizninki 14-bölümü mishada oxirlashtiramiz. Bu munosabat bilan suhbatimizningki mehmoni ustoz Muhammad Aliga rahmetimni aytaman. Allah Taala büyük ecr azim ata qilsin. Bu suhbatni, bu chiqargan vaqtlarini Cenab-ı Allah Subhanahu wa Taala qiyomat kunisi hasanatlarninki qatoridan qilsin. Amin. Va shuning bilan birga suhbatninki film qilinishi va boshqa sharoitlarning hozirlanishida yordamchi bo'lgan qarindoshlarning hammasiga Cenab-ı Allah'dan dünya ve ahiretde yaxshilik tilayman. Bütün bu filmni ve bu sohbetimizni ko'rgan ve taratgan barcha qarindoshlarga Cenab-ı Allah Subhanahu wa Taala qiyomat kunida ajr azim ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishguncha omon bo'linglar.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون